بسم الله الرحمن الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. الكتاب الثاني. نعرف الدرس كي قسم. الدرس السادس والعشرون. 26 درس. Endi bugungi darsimizdagi asosliq nuqtaliq grammatika turdagi 5 mazmunga yig'inchoqlanadi. Birinchisi biz sarf darsliklarida o'rgangan fe'lning 7 qismlari bor emasmi? Sahih, misol, ajvob, naqis, lapib, multavi degandek shundaymi? Mushlarning ichidagi misol qismdagi fe'l, misol qismdagi fe'l degan qanday fe'ldi? Fa'aladagi fa'ning o'tirishida kesalar kelib qolgan shundaymi? Mushundaq fe'lning fa'ning o'tirishida vo kelib qolsa, masalan, vasaba, wada'a deganlarga o'xshash shundaymi? Vasala yasqiludagi va fa'aladagi fa'ning o'tirishida vo kelib qolsa, fe'l mudori chiqqan vaqtda shu vo qanday qilib tushib ketadi. Masalan, chiqarib boqaylik. Wasaba yasibu. Vona ketdi, tushib ketdi. Wasala yasilu. Voqni qaya ketdi, tushib ketdi. Wada'a yada'u. Vona ketdi, tushib ketdi. Aniq bilaveringlar. Misol fillarninki, ya'ni fa'ning o'tirishida kesalar, ya'ni vo kelgan fillarninki vo'si fe'l mudori'da qanday qilib tushib ketadi. Bu ahvol ko'pincha fa'ala yaf'ilu babida bo'ladi. Qolgan bablarda bektirilib ketmaydi. Ammo fa'ala yaf'alu babida bu ancha muncha titilib qoladi. Masalan, wasaba yasibu qaysi babdan? Fa'ala yaf'ilu babidan. Wasala yasqilu qaysi babdan? Fa'ala yaf'ilu babidan. Asosli fa'ala yaf'ilu babidan, fa'ala yaf'alu babidan ancha muncha titilib qoladi. Masalan, wada'a yada'u va o'xshash. Bu birinchi mazmun. Bu biz asosan sarfda unib bo'lg'achqa qiynalib ketmaymiz bu tarafda. Ikkinchi mazmun arab tilida har qanday bir ismni kichiklatgili bo'ladi. Shaklni kichiklatib, ma'nosini masalan qanday qilib kichiklaydi. Endi shu 3 harflik ismlarni kichiklatgan vaqtimizda fu'ail o'lchamiga kichiklanadi. Masalan, rajul bir odam degan gap shundaymi? Rujayl kichik odam degan gap. Chunki rajulning kichigi nima bo'ladi? Kichik odam bo'ladi shundaymi? Kalb nima? Isht. Shundaqo it. Buni kichiklatsak kulayb. Fu'ail o'lchimida nima bo'ldi? Kichik degan bo'ldi. Mushkiga nima deydi? Hirra. Ammo shuni kichiklatsak nima bo'ldi? Hurayra. Ya'ni kichik arslan degan ma'noda. Mana shunday o'xshash kichiklatilishi bo'ldi. Ard yarashar shundaymi? Urayda kichikya, kichiklatilgan. Mana bu shakl bo'yicha fu'ail o'lchimini bilib olsak, usharlik ismlarni qanday qilishda kichiklatishda xatolashmaymiz. Uchinchi mazmun biz o'rgangan fe'llarning 7 qismi bor. Shuning ikkinchisi qaysi? Mudoaf. Mudoaf deganimiz tarkibida o'xshash kelib ikkisini bir-biriga kirgizib o'tib, qanday qilgan tashdidlik kelgan fe'llar shundaymi? Mushu fe'llarning ismi tafsil shakli qanday chiqadi biz albatta o'rganib bo'lgan-ku. Ya'ni farra yafirrudun afarru. Qalla yaqilludun nima? Aqallu degandek oxirgi ish kirib qanday qiladi? Tashdidlik qiladi. Mush nuqtani tushunib olsak bo'ladi. To'rtinchi mazmun ham Uyg'ur tilida mana u yoki u mana bir narsa izlayotgan vaqtda topolmasa bizni kirib qolib shundaymi? Nima deymiz? Mana bu turadi yoki mana u yoki u mana degandek bir gaplarimiz bor shundaymi? Mana arab tilida erlik va ayollikqa ikki xil ifodalaydi. Erlikka ha huwa za. Am bu yerdagi ha deganimiz ogohlantirish harfi. Mana degandek, huwa deganimiz u degan gap, za degan gap hazadagi za. Hazadagi za. Mana u bu yerda turadi degan gap. Ayollik bo'lib qolsa, ha o'zgarmaydi, keyingi huwa bilan za o'zgaradi. Huvaning ayolligi nima? Ya. Hazaning ayolligi nima? Hazihi shundami? Navanda ha hiya zi. Ayollarga ha huwa zi deb ishlatiladi. Bu nuqtani bilib olsak. 5-mazmun biriladigan nuqta
Şəriflik, yəni sulasi mujarrad fillarning masdarining muqim o'lchimi yo'q. Endi biz yangi o'rganganlarga oson bo'lsin deb hammanikini fa'lun chiqardik-ku, endi hammasi undan chiqavermaydi. Masalan, zahabadan nima chiqadi? Zihabun, xarajadan xuruj, shundami? Daxaladan nima? Duxul degandek har xil masdar chiqadi. Masalan, farradan firar, vasabadan wasbah degandek. Mushunaqni o'zimizni bilib olsak bo'ldi. Ana shəriflik fillarningki hamma masdari muqim chiqadi deb qanday qilmayli, o'ylab qolmayli. Muqim emas, ham muqim o'lchimi yo'q. Kitoblarda arablarning ig'izda qanday kelsa, ha, mushu masdar ekan deb tushunib kelsak bo'laydi. Ammo sulasi mujarraddan boshqa fillarning bormi yo'qmi? Bor. Masalan, af'ala yuf'ilunki nima? If'alun. Fa'ala yufa'ilun shu taf'ilun. Tafa'ala yatafa'alunki tafa'ul. Tafa'ala yatafa'alunki tafa'ul. Shundami? Mush buni chiqarsa bo'ladi. Darsga qisqacha grammatik mazmunlar tushunishib bo'lgan bo'lsa, sizlarga so'zliklarni o'qib tarjima qilib beray. Al-kalimatul jadida, yangi so'zliklar. Ajnabiyyun, mahfazatun, naqdun, nuqudun, khata'un, akhta'u, iyabun, al-dhahabu, qursun, aqrasun, tadhkiratun, tadhakiru, kilogram, kilogramat, unsa, inathun, zakarun, dhukurun, bintizamin, wajaba yajibu, araja ya'ruju, bala'a yabla'u. Ajnabiyyun, chet ellik. Ana bu odam ishlatilgan chet ellik odam deb kelsa, boshqa narsalarga ishlatilgan chet elning narsasi degan ma'no ifoda. Masalan, kitobun ajnabiy desa, chet el tilidagi nima? Kitob degandek ma'noni ifodalaydi. Va xos odamga ham xos emas. Mahfazatun, portmol. Kichik pul so'mkasi. Naqdun, pul. Nuqud uning nimalari ko'pligi. Xajaydigan pul bor, o'sha pul. Xato'un, xato yoki xatolik degan ma'noda. Xato yoki xatolik. Axto uning ko'pligi. Iyabun, qaytish. Masalan, berib kelish deymiz-ku. Ariflarning berib kelish bileti degandek aslidagi kelishini qaytish iyabun. Zahabun, berish. Qursun, darsga ma'nosi tablitka. Tablitka, dorining yumaloq tablitkasi bor-ku, shu. Ammo o'zining ma'nosi, yezlaranglar, yumaloq narsaning har qanday qurus bo'ladi. Masalan, kichik tangalarmi qurus. Undan keyin kompyuterning disklari bor, shundaymi? Umumimi qurus. Yumaloq narsalarning hammasi qurus bo'ladi. Aqras ko'pligi. Tazkiratun bilet. Tazakir ko'pligi. Kilogramun, kilogram. Kilogramat uning ko'pligi. Unsa ayol, qiz, lekin ayollik jinsidagi kishi degan ma'no ifodalaydi. Inasun ko'pligi. Zakarun o'g'il, lekin shu masalan erkak kishi degandagi erkak nima ifodalaydi? Zukur ko'pligi. Bintizamin, asli barkamisa intizom ra'lik intizomlik degan ma'no. Ba'lan intizomliq deb nimaga aylandi? Sifatga aylanadi. Tartib bilan, intizom bilan, tartiblik holda degandek sifat yoki holatlarga. Vajaba yajibu, vajaba asli zurur bo'ldi, zurur bo'ludi. Lug'at ma'nosi. Diniy, shar'iy ma'nosi vojib bo'ldi, vojib bo'ludi degan ma'noda. Lekin fillarning oldiga kelib yajibu an azhab ila suq desa, men bozorga borishim kerak. Kerak, lozim degan ma'nosi bor.
Araca ya'ruju. Örledi, örlevatıdı. Mesela tütünün asmanga örlügüne şundamı? Ariflarının nege örlügüne? Asmanga örlügüne. Bela'a yabla'u. Yutti, yutuvatıdı. Onda galdın yutuş ya, bir narsini. Galdın yutuş. Sözlükler düşünüşük boğan bolsa, tekisini okup, tercüm kılıp, tahlil xibiri. الدرس السادس والعشرون يا فضيلة الشيخ نريد أن نشتري هذا المعجم الذي معك ولكننا لا نجده في المكتبة تجدونه في المكتبة الكبيرة التي أمام المسجد تجدون فيها معاجم عربية وأجنبية ومصاحف من بلاد مختلفة وصحفا من جميع أنحاء العالم يدخل أحمد يا فضيلة الشيخ أنا لا أجد محفظتي أفيها نقود كثيرة؟ نعم فيها 300 ريال أين وضعتها؟ وضعتها على المكتب هنا وخرجت لأشرب الماء لما وضعتها على المكتب؟ هذا خطأ كبير يجب أن تضعها في جيبك أوجد أحد محفظته يا أخوان؟ لا لم نجدها يا شيخ ها هي ذي يا أستاذ إنها تحت كرسيه خذها وضعها في جيبك يقوم يحيى ويسير نحو المدرس قف يا وليد أين تريد أن تذهب يا فضيلة الشيخ أرجو أن تسمح لي بالذهاب لأن أبي يأتي اليوم إلى المدينة المنورة متى يصل إلى هنا تصل الطائرة من جدة الساعة 1 متى وصل أبوك إلى جدة وصل البارحة اذهب بسرعة بقي نصف ساعة أو أقل اسمع أرجو أن تأتي بأبيك إلى بيتي إن شاء الله سآتيك به غدا بعد صلاة العصر هذا ترجمة قلمز ilgirki grammatikalarni bir qadar aslab ma'amiz. Ya fadilat ash-shaykh. Hurmatli shayx. Amada fadila muzab, ash-shaykh mudaf ilayhi o'g'achqa ya chaqir qarab shundami? Muzab ilayning oldiga chaqir qarab kirsa, muzab nima qiladi? Zavar. Shunga ya fadilat ash-shaykh deb zavar qo'yamiz. Nuridu an nashtari hadha al-mu'jam alladhi ma'aka. Amadagi allazini biz davomli deb qilayotgan degitiki g'anqan gankan degandek ma'nolar tarjima qilib shundami? Andikan nuriduning keynidan kelgan fe'l mudori an bilan birlikasi mastarga aylanib, mastar ma'no tarjima qildik-ku. Biz siz bilanki bu lug'atni setib olmoqchi edik, setib olishni o'ylashgan, setib olishni xohlaymiz. Walakinnana biroq biz la najiduhu fil maktabat. Uni kutubxonalarda topolmayotimiz. تجدونه في المكتبة الكبيرة التي أمام المسجد. يعني التي ندقتنا. أورندا معجم أبلك وقت الذي كلده أما أورندا المكتبة يلقى وقت قلم كلده التي. سلاؤني مسجدنا أولدكي çoğun kütüphaneden tapalayısıyla تجدونه. تجدون فيها معاجم عربية وأجنبية ومصاحف من بلاد مختلفة صحفا من جميع أنحاء العالم. سلابو كتبخاندا عربچة و chet el tildagi lug'atlarni xilma-xil davlatlardan kelgan Qur'onlarni va dunyoning har qaysi yeridan kelgan gazitlarni topalaysizlar. Yerda tajiduna fil va fa'ila shundami fiha maf'ulun bih yana zarb. Ma'ajima arabiyya qag'larning hammasini to'ldiruvchi maf'ulun bih. Shunga ma'ajima masahifa suhufan deb nima qotdi zarb qiladi. Mushahada diqqat qilgan bir nuqta ma'ajima masahifa qo'sh zarb qilmay taqzor qilib turg'u, chunki bu g'ayri munsirib. Endi g'ayri munsiribning yana bir tur oldin uchrab qoldi. Bu tur nima desangmi? Ko'plik ismlarningki alifdan keyin ikki harf harakatlik kelib qolganlari. Masalan, ma'ajima. Ma'a deb alifdan keyin jim bilan mim harakatlik keldi shundami? Masahifa deb alifdan keyin ha bilan fa harakatlik keldi-ku. Mushlar g'ayri munsirib bo'ladi. G'ayri munsiribning hukmi nima edi? Qo'sh o'qilmaydi, zir o'qildi g'avrularda zavar qo'ladi. Alif lam kirmaydi, shundaqo. Ahmad kiryapti. Ya fadilata shayx, ana la ajidu mahfazati. Hurmatli shayx, men
qop chiqimni, ya'ni pul qop chiqimni topolmayapman, ya'ni portmolimni demakchi. Afiha nuqudun kathira. Uningda ko'p pul bormadi. Endi mishada bor degan gapni chiqib desanglar, jumla kelib xabar jori majrurlik xabar, zariflik xabar. Masalan, laka yoki li shundami, fiha yoki fiddar, fil fasl degandek o'rin ravishni bildiradigan yoki vaqt ravishni bildiradigan ravishlar jori majrur kelgan, oldi qo'shimchalar qo'shilgan ismlar jumlada mubzaning oldiga o'tib olsa, bu yerda nima deb tarjima qildik? Ba deb tarjima qilamiz. Naam, fiha 300 riyal. Majmulda shunda. Uningda 300 riyal bor edi. Fiha deki fiha jari majrur zarf oldida kelgachga shundami? Nima deb tarjima qildik? Bor deb tarjima qildik. Ayna wada'taha? Nada qo'ygandim? Wada'tuha ala al-maktab huna. Ma uni bu yerdan ustalning ustida qo'ygan. Quyib suv ichish uchun chiqib ketgan. Li ashrabal ma'a li. Biz o'tgan bir dars so'zlagan. Fe'l mudorining oldiga lam kelsa, keyindagi fe'l nimaga o'zgaraydi? Masdarga o'zgaraydi. Shundaymi? Undan keyin fe'lning oxirida nima qildi? Zavar. Li ashraba, ya'ni suv ichish uchun deb fe'l shaklida emas, masdar shaklida tarjima qilyapmiz. Lima wada'taha ala al-maktab. Nimishqa uni ustol ustida qo'ygandim? Hada xatoun kabir. Bu cho'ng xatolik. Yajibu an tada'aha fi jaybik. Amaki yajibuni biz bayatdan so'zlaganga vaqtda o'rgangan shundaymi? Qilish kerak, etish kerak. Andaki yajibudan keyin fe'l mudori kelib anlan bilgansa shu anlan kelgan fe'l mudori nimaga aylanadi? Masdarga aylanadi. Masdarga aylanib fe'lning oxirida zavar qiladi. Shuni o'qigan vaqtimizda yajibu an tada'aha. Ayn zar qildi-ku. Shu uni tarjima qilgan vaqtimda uni yanchiqingda qo'yishing kerak edi yoki yanchiqingizda qo'yishingiz kerak. Kerak deb tarjima qilamiz. Bu bir. Yana bir ahvol yada'a, ya'ni tada'a degan wada'a yada'u chiqqan shundami? Wada'a qanday fe'l? Misol fe'l. Oldida nima keldi? Vo keldi. Fe'l mudorisi vo qanday ketdi? Tushib ketdi. Wada'a yada'u deb vo tushib ketdi, ha. Awajada ahad mihfazatahu ya ikhwan. Qarindoshlar, uning qopchiqini biror kishi tepib oldimi yoki birarsa tepib oldimi? La, lam najid ya shayx. Yo'q, topamadi buni shayx. Bu yerda lam kelimada najidning oxirisini nima qildi? Sakin o'qildi. Ha hiya ya ustaz. Ustaz u mana. Ana yerdagi ha hiya degani mihfaza degan nima bo'lg'achqa, ayollik bo'lg'achqa, hiya ayollik, zimi nima keladi? Ayollik. Agar aylik bo'lgan bo'lsa qanday keladi? Ha huwa za keladi shundami? Ayollik bo'lg'achqa ha hiya zi keladi. Innaha tahta kursi. Bu uningki o'rindig'ining ostida ekan. Khuzha wa da'ha fi jaybik. Uni elib yanchiqingga sal. Wada'a yada'udan chiqqan nima? Da'. Endi mishak vaqtda mush ikki buyruq bilan qarab baqaylik. Khuz degan nimadan chiqarilgan? Ahaza ya'khuzdan shundami? Da degan nimadan chiqarilgan? Wada'a yada'udan. Har ikkisi nima? Misol. Ahazada fa'ning udurusida alif kelgan, wada'ad nima kelgan? Vo kelgan. Misol fillarninki buyruq kelisi beshidagi harfdan xoli asosda xuz da degandek chiqar ekan, ha. Yaqum Yahya va yasiru nahval mudarris. Yahya o'rindan turib, o'qituvchi tarafga azroq mangadu. Yasir mangadu. Qit ya Ulayd, hay balakam, to'xta. Amadagi Ulayd degani valadning kichik iltilmasi. Bayatni so'zlagandek, ha. Rajul rujayl o'gandek valad nima? Ulayd. Valad degan balo bo'lsa, Ulayd desa balakam, kichik balam degandek ma'noda. Ya'ni akilatgan gap. Ayn turidu an tazhab. Nagba maqchi. Ayna turidu an tazhab. Nagba maqchi. يا فضيلة الشيخ أرجو أن تسمح لي بالذهاب لأن أبي يأتي اليوم إلى المدينة المنورة. حرمة لك شيخ من سيزنن مانا ketishga ruxsat qilishingizni umid qilaman. Arju umid qilaman. Men degan gap chiqadi. An tasmaha ruxsat qilishingizni, tasmaha ikkinchi shaxs-ku, ruxsat qilishingizni an kelgachga oxir zori qildi, masdarga o'zgardi ma'nosi. Ruxsat qilishingizni kimga? Li manga nimishqa bizdihab. Ketishga ruxsat qilishingizni umid qilaman. Chunki dadam bugun Madina Munawvaraga keladi. Mata yasilu ila huna. Bu yerga qancha yetib keladi? Yasilu wasqala yasiludan chiqqan. Wasqaladagi vo qanday ketdi, tushib ketdi, ha. Tasilu tayara min Judda fi sa'atil wahida. Juddadan ayrifilan soat 1da yetib keladi. Wasqala yasiludan chiqqan tasqilu, yana vo tushib ketdi, ha. Mata wasala bu kayla Judda. Juddiga dadangiz Juddiga qachon qaytib kelgan? Wasalal bariha. Tunigun kech qaytib kelgan. Idhab bi sur'a, tizba.
Baqiya nisfu soat au aqal. Yarim soat yoki ozroq qoldi. Amerika aqal degani qalla yaqilludan chiqarilgan, xuddi farra yafirrudan chiqarilgandek ismi tafzil nima? Aqallu, ya'ni afarru o'lchimida. Biz bayatni so'zlagan qoida shu. Muzaaf fe'llardan ismi tafzil chiqarsa, oxirgi ish harfi nima keladi? Tashdidlik keladi. Isma, angla. Arju an ta'tiya bi abika ila bayti. Sening dadangni uyimga ep kelishingni umid qilaman. Maliki an ta'tiya anlan kelib ta'tiya masdariga o'zgarib oxir zari qildi, arjuning to'ldiruvchisi bo'ldi. İnşallah sa'atika bihi gadan ba'da salat al-asr. Allah xolisa shu dadamni sizning qishingizga ati asrdan keyin ep kelaman. Maliki sen nimani ifodalaydi? Kelgusi zamonni ifodalaydi. Tushunishib bo'ldi deyman. Darsning dialog qismi tushunishib bo'lgan bo'lsa, mashq kelaylik. تمارين كنكمله التمرين الأول برنج كنكمة هذه أمثلة للفعل المعتل الفاء ولا فاسي كسلها كتبوغان بيلنان مثالları فاسي كسلها كتبوغان بيلنان مثالları يعني مثال بيلنان نملره مثالları demekti. مثلا وجد وصل وزن وعد وضع وهب وجب وقف diyorlar. Bizga buni alayda askartishi Muşularninki fiil mudari kelgan vaqtda shu beshidagi vo qanday ketadi? Tushib ketadi. Masalan, wajada yajidu, wasala yasqilu, wazana yazinu degandek. Ikkinchi kunukma misollarni o'ylanib biqing va tuandagi fiillarning mudori'ini yozing deydi. Masalan, wajadaniki yajidu chiqdi degan shunda, ammo asli o'lcham bo'yicha fa'ala yaf'ilu bo'lgandan keyin wajada yajidu chiqish kerak. Vo qanday ketdi? Tushib ketdi. Qolganlarini yozamiz. Waqafaning yaqifu, wazana yazinu, wasala yasqilu, wajaba yajibu, wa'ada ya'idu, walaja yaliju, wada'a yada'u, wahaba yahabu. Endi walaja yaliju degan ma'nosi kirdi degan ma'no. Undan keyin wada'a bilan wahaba fa'ala yaf'ilu babidin emas, fa'ala yaf'alu babidin. Men degan-ku, fa'ala yaf'alu babidin azur ko'p turib qanday qilib qoladi, chiqib qoladi deb shundami? Uchinchi mashq تعمل المثال ثم ضع الصوغ الأمر من الأفعال الآتية. مثال نوعين فقط كنت عندك بيلادن بيروق بيل çıkarın deydi. Ben bayat azraqla tiyişib o'tib ketgan. Asli pilni qanday chiqaramiz buyruq pilni desa, biz har qanday buyruq pilni fe'l mudori'ninki ikkinchi shaxsini chiqaramiz. Zahaba yazhabudiki tazhabudni chiqaramiz. Diqqat. Tazhabudni chiqarish uchun oxirisi sakin bo'lish muqarrar. Chunki amr deganning oxirisi sakin ishlarmi? Undan keyin tazhabudagi ta'ni ab tashlaymiz. Chunki mudori'ning ta'si. Ab tashlagandan keyin tazhabudagi zal nima qoldi? Sakin holat qoldimi? Ana sakin bilan gapni so'zning beshi o'qilolmaydi. Undan keyin oldiga chiqib bir dona hamzani gapiramiz, yengildi. Hamza gapirishda 3-harfga qaraymiz. 3-harf yazhabudagi ha pash o'qilgan bo'lsa, pash o'qilgan hamza. Agar zir yoki zor o'qilgan bo'lsa, zir o'qilgan hamza gapiramiz, shundaymi? Yazhabudiki yazha zor o'qilibdi-ku, shu zir o'qilgan hamza gap izofa gapiradi, shundaymi? Agar biz tilni harfi mudoriyani tashlagandan keyin qolib qolgan harf sakin bo'lmay harakatli bo'lib qolsa, hamza aklamni akamaymiz. Masalan, ma'noni qarab baqsak, waqafa yaqifudun taqifu, shundaymi? Ikkinchi shaxs birlik. Taqifudun chiqishda bo'lib qolsa, taqifudagi fa'ni qanday qildik? Sakin qildik. O'tugida shundaymi? Taqifdagi tan tashlayotdik. Qop nima? Harakatlik. Unda o'g'andan keyin bu yerda harakatlik bo'lgandan keyin bo'ldi, uni hamza kelish hojat emas emasmi? Hojat bo'lmag'achqa qanday qildik? Qif. Unda o'zi vazana yazinudagi tazinudan nima? Zin. Wa'ada ya'idudagi ta'idudun nima? Ayd. Wahaba yahabudagi tahabtun nima? Hab. Wada'a yada'udagi tada'udun nima? Da'. Mana da'. Musha buncha chiqarsak bo'ladi. Ammo yaf'alu babini chiqqanlari hab ba'da chiqadi. Yaf'ilu babini chiqqanlari baydani qib iddat chiqadi. Ikkinchisi, tuandikilarni o'qing. O'qing degani tuandagi jumlalarni o'qib, biz bayatning dayasmonda so'zlagan grammatik nuqtalar bor shundami? Ash nuqtalarni markazga aniqlab chiqinglar. Masalan, mata tasilut tayra min baris. Parijdan ariflan qachon keladi? Tasqilu vasqala yasiludan chiqqan tasilu o'chib ketishundami? Tasqilu fi soat al-10, soat al-11 va nisf soat 11:20 keladi desa, vasqala yasiludan chiqqan tasilu shu bo'yicha qolganlarini bir tahlil qilib chiqsak bo'ladi. 5-kunukma. Tuandagi ismlarni, tuandagi kichikiltirilgan ismlarga berilgan misollarni o'ylab baqing. Men bayatni degan, har qanday sharaflik ismga kichikiltirish to'g'ri kelib qolsa, qanday o'lchamda fu'ayl o'lchamish kichikilishini qarab baqaylik. Valadning kichikiltirilmasi wulayd, ma'nosi kichik bola degan gap. Jabalning kichikiltirilmasi nima? Jubayl, kichik tog' degan gap. Nahrning o'staqning kichikiltirilmasi nima? Nuhayr, ya'ni kichik o'staq, ya'ni eriq degan gap.
İştinin kichikiltirilmesen, kalbning kichikiltirilmesen kulayib, yana küçük degan gap, shundaymi? Endi sizlarmi shu asosda kichik tundagi ismlarni kichikiltib taqan 6-mashqda. Rajulni Rujayl, qalamni nima Qulayim, tiflni Tufayl, najmunni nima Nujayl. Shu asosda kichiklasak bo'laveradi. 7-tundagi ism tafzilning misollarini o'yinib taqin. Ism tafzil degani men bayatdan agar mudaaf fillar ism tafzil chiqish to'g'ri kelib qolsa, buning oxiriga ish kirib qanday bo'ladi? Tashdidlik keladi. Endi tashdidlik kelishning sharti nima bo'lsa-mu qaranglar. O'xshash ikki harf bir tilda kelib qoldi. Ikki harfning o'rtasida hech nima yo'q. Yaqin bir yerda keldi. Uning ustiga birinchisi sakin bo'lish imkoniyati bo'lsa, qana qilamiz? Idg'om qilamiz. Masalan, aqallu, ashaddu, ahabbu degandek. Agar ikki harfning o'rtaga bir harfni kirgizish imkoniyati bo'lsa, u vaqtda qanday qilsak bo'ldi? Idg'om qilsak bo'ldi. Masalan, aqalluninki sifat mushabbah shakli nima? Qalil deb o'tirga fa'il o'smida yojigisa shundami? Uni qanday qilsak bo'ldi? Idg'om qilsak bo'ldi. Alazzuniki nima? Laziz. Ashadduning nima? Shadid sifat mushabbah shakli. Ahabbuning nima? Habib. Agar ikki harf o'xshash harfning o'tirga yodak bir narsa chiqib qolsa, u vaqtda idg'om qilasiz. Faqat ikki harf bir yerga kelgan vaqtda, birinchisini sakin qilish ehtimoli bo'lgan vaqtda idg'om qilsak bo'ladi. Kendik misallarni o'qing deyotdi, o'qig'ini biz bayatdinki sifat mushabbahlar ismini tafzil shakllarini farqlantiramiz. Masalan, baqiya aqallu min sa'a, aqallu qalildan chiqqan shundami? Al-burtuqal laziz va tufah alazzu minhu. Birisi sifat mushabbah, birisi nima? Ismi tafzil. Ama sifat mushabbah bilan ismi tafzilning farqi sifat mushabbah normal ma'no chiqadi. Masalan, qalil desak az, aqal degan gap azroq. Laziz desak taliq, alaz degan cho't taliqroq degandek ma'no chiqadi. Shuni bilsak, tundagi misollarni o'qib tahlil qilsak bo'ladi. Ham tundigan o'yindim. Biz bayatni degan mana u degan gapning mulohizasi. Masalan, aynan kitob nada desa, ha huwa za deymiz, shundaymi? Nima degan gap desa, ha degan gap mana degan gap. Huwa u, za degan gap, haza degan gap. Ha huwa haza degan gap. A hazani qisqartirib qana qilayotgan, za qilayotgan. Ayna sa ayollik shakli ha hiya zi degan gap, ha hiya hazi degan gap. Qisqartirayotgan. Ayna Ibrohim aytsa ha ana degan gap, mana men degan gap. Mana men bu yerda degan. Aslisi ha ana haza, mana men bu degan gap, ha? Tushunsak. Qisqartirib uni deymiz, ha ana za deymiz. Endi mayadagi faoliyat bor ekan deyotdi, o'qituvchi bir narsani izlash faoliyati o'rlashtirdi. Buning cho'qim muzakkar narsa emas, ismi erlik tavachu, o'quvchilarning biri mana u deydigan bir faoliyat. Ikkinchisida ayollikqa tavanasini birini izlash faoliyati o'rlashtirdi. O'quvchilarning biri ha hiya zi deydi. Lekin o'qituvchi yana izni izlash faoliyati iborati vaqtda ha ana zamani men desa bo'ladi. Uni o'zinglar qilsanglar bo'ladi, ha. 10-mashq tundagi misolni o'ylab toping. Undan keyin yajibu ala deganni ishlatib, nima tuzung, jumla tuzung. Tundagi tirnoqni o'tirdiki so'zlardan foydalanib. Masalan, men bayatni yajibu to'g'ri asrga kashf qilgan. Yajibuni ko'pincha vaqtda fil mudori andan birlashgan fil mudorining oldida kelishindami? Qilish kerak deb tarjima qilingan-ku. Endi o'sha andan kelgan fil mudori qaysi shaxsga tava bo'lsa, as shaxsniki bir dona kishilik almashdan birini chiqib, alani qo'shib desak bo'ladi. Masalan, men bozorga berishim kerak desam, mana deyman, yajibu alayya men degan alayya-ku an azhaba ila as-suq. Siz bozorga berishingiz kerak demoqchi bo'lsak, yajibu alayka an tazhaba ila as-suq. Alayka. Agar biz tirish o'qishimiz kerak demoqchi bo'lsak, yajibu alayna najtahid fi ad-dirasa. Yajibu alayna an najtahid fi ad-dirasa. Mush asosda jumla tuzsak bo'ladi. Bizga bergan misol yajibu alayna an nafhama al-Qur'ana wa na'mala bihi. Biz Qur'onni tushunib amal qilishimiz kerak. Shundaqo. Dediki alayna degan nonni nadin topdik. An nafhamadinki birinchi shaxs ko'plik keldi, shundaqo. Shundan topdik. Endi aslidagini ishlab baqing deyotdi, ishlab baqayli. Yajibu debdi bizga bergan misol taktubul vajibat bintizam. Topshiriqlarni tartibli qana qilishingiz kerak, yozishingiz kerak. Endi mush gapni taktubu degan qancha shaxs, ikkinchi shaxs bo'lgandan keyin bu yerda nima chiqaramiz? Alayka. Unda yajibu alayka taktubuni oldiga nima kelmoqchi? An taktubal vajibat bintizam. Aslidagini ikkinchi shaxs ayollik birlikka shundami? Nima keladi? Alayki. Yajibu alayki an tahfazi
suratayni hadal usbu degan shaklda ishlasak bo'ladi. Qolganlarini bizlar shu bilan ishlab boqinglar. 11-mashq zahaba yazhabuning masdari zihab. Ama bu yerda degan bu sulasul mujarradlarning masdari muqim o'lchimi yo'q shundami? Xalagan chiqadi. Shuning bir misoli zahaba yazhabun chiqqan zihab. Endi masdar deganlik bayat biz azaldan film mudorani oldiga ankansa nima ishlatgan? Masdar men chiqargan qo, ashlarning o'rnida nima ishlatsak bo'ladi? Masdar ishlatsak bo'ladi. Masalan, uridu zihaba ila al-bayt deb masdar ishlatsak bo'ladi. Agar buni o'rniga pil ishlatishda qanday ishlatamiz? Uridu an azhaba ila al-bayt. Shundami? Chunki pillan anvirlas nima o'zgaraydi? Masdarga. Ashning o'rniga piyos masdar akarsakmi? Bo'laveradi. Xolos.